otli vafodor bo'ladi. Otli aldamaydi, kidat qilmaydi. Otli bir-biriga intriga qilmaydi. Otlardagi vafodor hayvon dunyoda yo'q. O'shanga ham bilsanglar agar Qur'on kitobida agar o'qigan bo'lsanglar, otlar bilan qasam degan joyi bor. Bu bejiz aytilmaydi. Otlar bilan qasam. Otlar egasiga mana kim egasi bo'lsa, shu otni yedirsa, ichirsa, boqsa, mana shu otga rasxod qiladi-ku, yediradi, ichiradi, arpasini beradi, bedasini beradi, suvini beradi-ku, kim rasxod qiladi mana shu o'zini otiga, egasiga salovat etadi otlar. Egasiga salovat etadi. Bekordan ham Qur'on kitobida otlar bilan qasam degan joyi yo'q. Otlardagi vafodor hayvon dunyoda yo'q.